Bu endi kim bo'ldi ekan? Shu qishlog'imiz karvonsaroy bo'lib qoldi. Hammasi kelyapti hozir. Ya Neymar brat? Jo'xa jigar qalaysan, tinchmisan? Assalomu alaykum. Bizni qishlog'imizga qanaqa shamollar uchirsiz sizda? Shu 98-qishloqda yomon qattiq shamol bo'ldi, o'shanga uchib ketdim. Yaxshi yashamoqchimiz bizni qishloqqa. Messi kelgan ekan, shunga ko'chib keldim men ham shu qishloqqa. Yurchi, ko'raylikchi Messini. Mashinangizni nima qilamiz? Hali uy qursang kerak, adashmasam o'shanda olib borib qo'yasan o'sha yoqqa. Mayli, Messini ham mashinasi tushida turganda bu yerga qanaqadir podval qilishgan. To'xtang, bratan, to'xtang. Yetib ketasiz. Qani Messini mashinasi? O'zi o'yin oldiga aytgan shekilli. Yaxshi, zo'r ekan bu qishloq. 97 midi? Mana bu kimniki, dahshat u. Bu Zayniddin uyi. Zaynabni? Zaynab desak ham bo'ladi, o'zi hamma Zaynabligini bilib qo'ygan. Bu adashmasam janob men uyiga kiramizmi? Kela qolchi. Assalomu alaykum. Janob mer, siz boysiz-ku, buncha oltinlar. Bu kim bo'ldi endi, Jo'xa? Bu Neymar. Bu tennischimi? Yo'q, futbolist-ku. Futbolistmi? Bu ham Messi yonida yashaydi shekilli. Shunaqa bo'lsa kerak. Menga Jo'xa uy qurib beradi, ruxsat berasizmi? Bemalol, bizni qishloq karvonsaroyga tezroq bor, Jo'xa. To'xtang, Yamal brat, to'xtang. Yamal deb qani. Kim edi Neymar? Mana umi Messini uyi? Yo'q, mana orqangizdagi. Nima bu? Kaltak Katalakda uy. Shunaqami? Nima bu? Dabdala-ku bu. Yo'q, unchalik emas. Kirinchik gaplashamiz Messi bilan. Assalomu alaykum Messi, to'g'ri qandaysiz, tinchmisiz? Sen kimsan? Tanimadingizmi? Neymar mana birga o'ynaganmiz. Tanidim. Nima gap? Nima qilib yuribsan bizni qishloqda? U yuz dahshat. Men ham shu yerga ko'chib keldim. Yaxshi, qolganlar qani? Qana qolganlar? Qolgan futbolistlar? Bilmadim. To'xtang. Bizni qishlog'imizga Ronaldo kelmasmikan? Men obunachilarning ko'pi Ronaldoning muxlisida. U ham keladi, aytgandim. 1-2 kundan keyin boraman dedi. Yaxshi. Unda sizga mana shu yerda uy quram bo'ladimi? O'zi keng joy ekan. Ronaldoga ham uy sig'adi shekilli. Yamalga ham sig'diramiz. Bo'pti, unda men ketdim. Janob meni yonida bo'laman. Keyin mashinamni ham olib kelib qo'y. Mayli. Aytgancha, janob Messi mashinasi. Janob Messi, siz mashinangizda olib keldingizmi? Qanaqasiga olib kelaman? Tentak uyimning atrofida yo'q-ku. Unda qayerga ketdi mashinangiz? Joyida yo'qmi mashinam? Yo'q, ko'rmadim. Men senga necha kun avval aytgandim olib kel deb mashinamni. Lekin yo'q ekanda. Yaramas. Topasan, sen aybdorsan. Men senga 3 kun avval aytgandim. Bo'ldi, janob, o'zim topdim. Hal qilamiz. Xavotircha qilmay turing, tamom. Qayoqqa ketdi ekan, endi qayerdan topaman? Mayli, inventarim o'zim to'lib ketdi. Uyimga borib bir bo'shatib kelay. Lekin janob Messini mashinasi qayerga ketdi ekan? Hozir Neymarning mashinasi men haydab o'taman. O'shanda ko'raman Messini mashinasi qayerga ketganini. Lekin rostdan qayoqqadir yo'qolib qolgan Messini mashinasi. Lekin qayerga ketgani noma'lum. Mayli, topamiz. Vahima qilmaslik kerak muhimi. Men kerak bo'lmagan narsalarni buni ustiga solib qo'yaman. Bu kerak emas. Mana video nima edi? Apparatim bor edi. O'sha nima kerak? Versiya kerak qoladi narsa yasashga. Bu yerda nima kerak emas yana? Qolgan narsalar qurilish uchun kerak. Narvon kerak emas menga. Nima kerak narvon? Bo'ldi, qarochi qolgani kerak. Bir ikki tasbih uskuna olib ketsam, aytgancha, nahotki meni kirka bilan toporlarni o'zi sinaman deb qo'ygan. Qayerdan olaman endi bilmadim. Janob merga aytsam bersa kerak. Xo'p, birinchi Neymar tog'ani mashinasini olib o'tishim kerak. Xo'p, mana bu yerda qanaqadir g'aloyib eshik paydo bo'lib qolgan. Bilmayman, balki mana bratanlar nimadir qilgandir, roz borib janob merdan so'rayman. Qani, yo'q, bismillah. Endi men buni hayday olamanmi yo'qmi bilmadim, chunki bunaqa mashinalar o'rnida haydab ko'rmaganman. Balki keyinchalik haydab ko'rishimga mana shunaqangi sabab Neymar kelishi qo'ygandir. Hali ko'plab futbolchilar keladi deyapti. Messi, Ronaldo kelsa juda ham zo'r bo'ladi, chunki bilaman sizlarning ko'pchiliginglar qo'lisizlar. Men esa bilmayman qanaqa futbolchiga balichilik qilishim hali o'zim ham o'ylab ko'rmaganman. Chunki futbol menga juda ham yoqadi. O'zimga muxlisman. Tamom. Chunki men varatarizmanda menga Joan Garcia yoqadi. Ter Stegen yoqadi. Kurtva yoqmaydi, chunki u Kurtva Real Madridda, menga Real Madrid futbol komandasi unchalik ham yoqmaydi. Bu juda ham chiroyli bo'ldi. Ana endi janob Messining mashinasini topish kerak. Aytgancha, ana u eshik qanaqa eshikligini janob merdan so'rayinchi. Ana shu janob mer biladi-da qanaqa eshikligini. Janob mer, qarang, ana u katta bashniya bor, o'shani tagida qanaqadir eshik paydo bo'lib qolibdi. Qanaqadir joy qurilganmi? Uni borib, qarochi o'sha yerda yashaydiganlardan so'rang. Menimcha ular qanaqadir podval qurgan shekilli. Bo'pti, hozir so'rayman unda. Bo'pti, bor. Yana qanaqa futbolistlar va basketbolchi va qanaqadir sportsmenlar kelar ekan? Ronaldo keladi deyapti. Ronaldo menga yoqadi.
Ha, yaxshi. Unda siz o'zingiz biror nima qilib berasiz unga. Kelsa oyog'ini tagiga qo'y so'yamiz. Bo'pti, gap yo'q. O'zim so'yaman. Men so'ya olmayman, aytgancha qassob chaqiramiz. Hozir borib so'rang qanaqa eshik ekan, chunki juda ham qiziqib ketyapman. Bu yerda shuncha yildan beri mana shu bashnya qurilgan bo'lsa, biror marta unaqa eshiklar yo'q edi. Qani, bu yerda hech kim yo'q. Ha, mayli, o'zim shunchaki kirib tekshirib chiqsam ham bo'ladi. Menimcha ular balki majlisni yerda o'tkazayotgandir. Ular majlis o'tkazadi-yu har doim. Buni qanday ochiladi? Ochilmayapti. Va uzoqdan kelib turib, ochildi mana. Messining mashinasimi? Tushunmadim, bu qanaqasi bu yerga kelib qoldi? Adashmasam, demak kimdir buni yashirib qo'ygan. Balki jetellar, mana bu jetellar bu mashinani hech kim o'g'irlab ketmasin deb yashirib qo'ygandir yoki janob Messini o'zi bo'lsa nimaga menga top deydi. O'zi qilmagan aniq. Bu qayerdandir sherik kelib qo'ygan, lekin qayerdan kelib qo'ygan bilmadim. Hozir kirib top ko'raman nimaga bunaqa bo'lgan. Voy yaramas, senmisan yana? Buncha topib olayapsan. Men bir normal yashira olmayapman. O tentak, men san qishloqdan 4 marta haydadim. Nahotki 4 marta ham ketmagan bo'lsang. Aka, nima edi? Hozir o'ylab olay. O'ylab tur hozir men nima edi? Messining mashinasini nima qilsam, men qanday olib? Sen tushunmab qanday olib ko'rdingmi yo'qqa? Haligi nima edi hozir? Bo'pti, sen o'ylab tur, hozir men qanday chiqaraman buni hozir tepaga? Bunaqa bir yo'l qilib chiqarib ketmasam, bu mashinani qanday kiritganiga men hayronman. Menga qara, seni yana necha marta haydaylik? Sen o'zi bir beting bormi? Seni g'irt bezbet ekansan. 4 marta haydadik. Endi insofga ket qishloqdan. Nima edi? Bu eslab tur, men ungacha mashinani chiqarib ketayin. Bizga belgirak kerak bo'ladi. Men bu yerda ochib turib mashinani tepaga haydab chiqib ketmasam, chiqarishning iloji yo'q. Lekin qanaqadir ideya o'ylab topmasam, bu mashina juda ham bu yerdan sig'maydiganga o'xshayapti, chunki sig'adi. Sig'diraman. Ko'rasizlar, uchirib chiqarib yuboraman bu yerdan hozir. Chiqarib nima deyapman? Chiqarib yuboraman demoqchi edim. Okey. Mana bu yerni ham ochamiz, lekin mana bu zinalar jonga tegib ketdi boru. Menga qarasan, menga qara. Hozir borib janob merga aytaman. Sen qanday chora ko'rsak, sen bu qishloqdan batalonga qo'yib ketsan. Hozir nima edi? Eslab turmaydi. Sen esla. O'zi esarmisan nima? Topib olgan gapi ana nima edi? Haligi o'sha nima? Qarochi bu gap bilmaydi, lug'at boyligi yo'q, lekin qiladigan ishni qilib qo'yadi, boru o'g'irliklarni do'ndiradi. Hayronman, nimaga bunaqa bu yaramas jetel? Mayli, hozir buni o'zim dabdalasini chiqarib, o'zim jazolab qo'yaman. Menga qara, hozir sen shu yerda turibdi, ketib qolmagin, Mayli, haligi bo'pti. Bo'pti. Ana yangi so'z o'rgandi. Bo'pti degan so'zni o'rgandi. Tak, hozir janob Messining mashinasini qanday chiqarsam boshim chiqib qoladi. Voy. To'xta mashina, yaramas mashina. To'xta. Sen menga nimaga uryapsan meni? Tushunmadim. Qoch. Xayriyat, mashinani chiqazib olib, ana yaramas jetel yana bir marta gumdon qildim qishloqdan. Lekin yana qaytib paydo bo'ladiganga o'xshayapti. Bu yaramas g'irt bezbet u qishloqda o'tiraveradi. Ket desam ketmaydi. Bilmayman nimaga bunaqa bezbet bo'lib ketgan. Endi mana janob Messining mashinasini olib borib bermasam, necha yildan beri ko'chada qolib ketgan bu mashina bechora. Chunki menga ancha vaqt oldin aytganim, janob Messi mashinamni olib ber deb. Men bo'lsa o'tiribman, ko'ryapsizlar, boshqa ishlar qilmayman. Faqat yangi kelgan odamlarni uyi bilan band bo'laman. Orada bir zalim uyi bilan ham band bo'ldim. Sababi u juda ham nima desam ekan, terpilla kirsa u janob Merishni aytib beradi, tamomda boru. Keyin hech qanaqangi Короче, bahona ham topolmay qolaman. Bahona topish uchun ham kalla ishlash kerak-da. Tag'on qanday yopiladi? Ustidan bosish kerak. Ko'ryapsizlar, takoy. Ikkita mashina вообще qishlog'imizda уже milliard bahoga teng qilib tashadi. Janob Messiga aytib qo'yay, mashinangizni olib keldim deb. Janob Messi, assalomu alaykum yana bir bor. Sen jinnimisan? Bir kunda 86,000 marta salom berasanmi? Endi salom berish yaxshi-da. Va alaykum assalom unda. Xullas, mashinangizni olib keldim, ko'rdingizmi? Shunga qarab o'tiribman, ko'rmayapsanmi? Короче, mashinangiz yo'qolgan ekan, bitta kishi o'g'irlagan ekan, o'shani topib olib keldim. Yaxshi, bo'pti, borib ishni qil. Mayli. Qanaqa ish qilaman? Neymani uyini qurasan-da, jinni. Aytgancha esimdan chiqib ketibdi, qaranglar. Bo'pti, hozir janob Mir menga bir 36 yil oldin bir ish buyurgandi. Mana o Kamaz Toyota'ni короче kiritib mana burib qo'yishim kerak edi. Lekin esimdan chiqib ketgan. Mana shu ishni hozir qilib qo'ying, chunki rosa mashina haydagim kelyapti. Mashina haydash juda ham zo'r-da, o'shaning uchun rosa haydagim kelyapti. Buni qanday bursam bo'ladi hozir? To'g'ri haydab kelib, asta-asta burib ketsam ekan, agar uni orqasi zinaga tegadigan bo'lsa, dabdala bo'lishi mumkin. To'g'ri buryapman ekan. Da, qaranglar, tegmayapti. Yaxshi. Oppo, janob meni mashinasiga yaqinlashib qoldi. Qanday qilsam ekan? Hozir bunaqaroq.
atak buni hozir shu holatda qoldirmasam bo'ldi, boshqa usulda qolmaydi bu yerda. Lekin dahshat olib keldim. Uni sar yurg'izib qo'ysam, lekin to'xtanglar, buni eshigi narigi tomonda ekan u. Bu qanaqasi kirganman janob mer buni ichiga, hayronman. Buni qilib turib, buni qilib kirganmi? Tak buni hozir buni benzin tugagan ekan. Voy, ha, bo'ldi, всё. Buni benzin tugagan shekilli. Buni olish kerak bu yerdan. Buni bu yerdan olmasa bo'lmaydi. Avval mana uni biroz orqaroq qo'yib turamiz. Ozroq, ko'p emas, ozroq bo'lishida turib tursin bu tinchgina. Agar buni yana biroz haydaydigan bo'lsam, bir qanaqa plakatni boshlayman. Hozir qaray chiqib ketsam, bu tomoni bo'sh ekan, shu tomondan chiqib ketsam da bo'sh ekan. Benzin olib kelish kerak. Bugun kun bo'yi mashina haydash bilan band bo'laman. Janob Neymar 1-2 yil kutadilar. Iloj yo'q. Chunki kutmasalar mana ishlar turibdi-da, meni oldimda. Buni janob mer menga juda avval buyurgandi. Endi birinchi avval buyurgan ishlar qilmasdan turib, yangi ishlarga o'tgandan ko'ra avval eski ishlar qilish kerak. Tushunyapsizlarmi axir? Bu narsani tushunish uchun bilmayman nima kerak, o'zim ham hayronman. Tak, mana bu mashinani biroz orqaroq qo'yib turamiz. Ya'ni qancha orqaroq qo'yishni hozir ko'rib olaydi birinchi. Tak, orqaroqda biroz ko'p emas. Bo'ldi, normal. Mana shu holatda tursa ham bo'ladi. Obbo, tushgan vaqt bir joyga tegib tushyapman. Mana uni ichiga bir amallab minamiz. Yursa kerak endi, da yurdi. Xo'p, buni qanday qilsam bo'ladi? Hozir orqasi tegadi. Agar orqaga yursam tegadiganga o'xshayapti, lekin mayli, hozir tak qanday haydayman buni? Haydashga shuni bu. Voy, dabdala. Voy, vaqt oldi, ham tegib ketdi. Janob mer shu mashinasini shu yerda yo'qmasam bu hamma yot atarotam atarot qilib birdaniga borib, bu orqaga birdan qolib ketdi shekilli bu yerga. Oho, dabdala bo'ldi. Всё, bu yerda bu umrbodga qolib ketdi. Endi mana bu yerlarni bir sozlab chiqmasam dabdala bo'lib ketdi borib. Mayli. Endi men kun bo'yi qiladigan ishim mana shu yerlar to'g'rilash, shu yerlar remont qilish, qani daraxt bordi qo'limda. Ondan bir 1 milliardtasini taxtaga aylantirib olayinda. Chunki mana bu yerlar taxtasini qo'yib chiqmasak g'alati bo'lib yotibdi. Mana bu yerga tosh qo'yish kerak. Tosh qani edi? Toshni olib turib qo'yaylik bu yerga. Mana bu yerga jetellar uchun poylashga takoy joy bo'ldi. Qoch bu yerda turma. Hop, taxta bor ekan mana bu yerda bir ikkita narsalar qo'yamiz. Lekin mana bu mashina bu yerga tiqilib qolgani yo'qmi bo'ldi? Men taporaman o'zi sinay deb turibdi. Sinsang sin deb o'raman hozir. Va bitta narigi tomondan o'tib qazish kerak shekilli. Bu mashina bu yerga qadalib tiqilib qolgani yo'qmi bo'ldi lekin. Buni hozir qanday olaman bu yerdan? Bitta blok qolmashadi. Bitta blokni sindirsam menimcha chiqib ketsa kerak. Lekin qanday sindiraman hozir? Qo'lim yetmayapti bu blokka. Hozir mana shu yerda bitta tochkasi bo'lishi kerak. Bitta tochka, mana tochkani topdim. Ko'ryapsizlarmi? Tochkani xo'jayinisanmi deydi-yu. Tochkasini topdim. Hozir orqaroqqa ozroq haydaymiz. Ko'p emas, ozroq. Hozirgida yana ko'p bo'lib ketsa agar, yana bitta joy patarot bo'ladi. Tak, asta. Tak, astaroq, juda ham astaroq. Va tak, yur endi, yur. Nima yurmaysan, yaramas. Voy, birdan yurib ketdi. Ko'ryapsizlarmi? Ana shunisi yomonda mashina. Birinchi yurmagin. Bitta yurib ketadi, tamomda. O'sha bitta yurishi yomon. Hamma joyda rasvosini chiqazib yuboradi. Bo'ldi, shu bo'lamiz asta. Yana endi mana bu yerni to'g'rilash kerak. Ya'ni kechirasiz Galimjon. Qochib tursangiz men nima surayib, qaysini itaryapsan men tushunmadim. Qaysini itaryapsan? Yerda qanaqadir itaradigan kuch bormi bu yerda? Bilmayman, xullas. Mana bu yerda bo'ldi, itaradigan kuchni yo'qotib yubordim. Xo'p, bu yerda tez to'ldirib bormasam hozir mana u yaramas Galim men bilan oktagonliga tashkillashtirmoqchimi deyman. Qarorchi bo'ldi. Bugunga mana shu ishlarim yetadi. Mana uni sal yurg'izib qo'yaman. Tamom, boshqa ish yo'q menga. Endi borib dam olsam bo'ladi.